fokus qaratmayman boshqa narsaga. Chalg'ib o'tirmay, telefon chiqilib boshqa qilib. Bugungi mavzularimiz arifmetik amallar. Arifmetik amal degan nima degani bolalar o'zi? Arifmetik amal degani. Ha, shu arifmetik amal. Aha. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish. Undan tashqari modul degan narsa bor, bilasanmi? Modul. Modul degani modul. Bu anaga filologiyasini ham ishlatgansizlar modulni. 190 chiqarishda ishlatgansizlar. Ekspertida modul bor, bilasanlar. Modul. Xo'p, JavaScript arifmetik operatorlar to'liq qo'llanma. Xo'p, bizda o'zim yozgan kodlarim bor ekan. Konsollog yig'indi a plus b. Xo'p, misol uchun oddiy narsalar, misol uchun var a bo'lsin, teng bu 10 ga, to'g'rimi? Var, misol uchun yana pastdan var deb olaman, b deyman, to'g'rimi? Teng 20 ga. S deb var, yana s deb ochib olib teng a plus b. Shunaqa bo'ladimi? Konsollogga nimani chiqaraman? S'ni chiqaraman. Hozir nechi chiqadi? 30. Ochib ko'rdikmi? 12 ni bosaman. Maysa 30. O'ttiz chiqyapti, to'g'rimi? Okey. Mana bu yerga plus 5 qilib qo'ysamchi? 35. Mana bu yerga bo'lingan 2 qilib qo'ysamchi? 22 ga bo'lsa nechi chiqadi? 10 chiqadi. 15 ga 10 qo'shsa 25. Tushunyapsizmi? Demak, biz xohlasak o'zgaruvchi orqali, xohlasak o'zi bilan to'g'ri nima qilsak bo'lar ekan? Arifmetik amal bajarsak bo'lar ekan. Plusga plus qo'shsak bo'ladi. Misol uchun buni keling C emas, add bo'lsin, addition bu to'g'rimi? Qo'shish. Mana bu yerda misol uchun ayirish. Qo'ying siz, ayirish. Hammasini. Sizda o'zgaruvchilar bor, konsollog plus b arifmetik amallar. A plus b qo'shish, concatenation. Sizga buni tushuntiraman hozir. Xo'p, aytyaptiki bitta narsa bor bizda. Misol uchun additionni hali to'liq ko'rib chiqaylik, keyin bo'lish, ana ayirishga o'tamiz misol uchun. Qo'shish masalasi bo'yicha bizda var plus deb nom berilikda 5 ga qo'shamiz, 5 to'g'rimi? Plus chiqarsam nechi chiqadi hozir? Alakbar. Qarang, 5 ga 5 ni qo'shsam nechi chiqadi hozir? 10 chiqadimi? Plus chiqarsam? Ha? Yo, 50 chiqadi yoki 10 chiqmaydi. 5 chiqadi. Nechi chiqadi? 5. 5 ga 5 ni qo'shsa 55 mi? Yo'q. Hop, jarayon nimaga bunday bo'lyapti? Nimaga 55 bo'lyapti? String bo'lgani uchun plusni e'tibor beryapti, chalg'ayapsiz sizlar, tushunmayapsiz. Bittasi string bo'lgani uchun 5 ga 5 ni nima qilib qo'yapti shunchaki? Oldiga qo'yib qo'yapti, shunga birlashtirib qo'yapti, tushunyapsizmi? Lekin mana bunaqa bo'lib qolsa-chi, misol uchun ko'paytirish bo'lib qolsa-chi, bu aytgandek 5 ga 5 ni ko'paytirsa nechi chiqadi? 5'in 5'i de 5 bo'ladi. 5 de 5 bo'ladi. 5 da 5 bo'ladi. 25 4 shuna 5 bo'ladi. Nasıl? Olmuş. Ya şu ne yapsam? Jarayon nima bo'layotgani bittasi qo'shishda qo'yib qo'yyapti. 55 qo'yyapti. Ikkinchisi nima qo'yyapti? Misol uchun buni qayda bo'lsak?
Shu narsani bajarib beryapti. Shu bo'linsa bo'shliq bo'ladi. Bizda bitta narsa bor, JavaScriptda concatenation degan narsa bor. Concatenation string bilan qo'shish kelsa, prosta ma'lumotni bir-biriga yaqinlashtirib qo'yadi, qo'shmaydi lekin. Sizlar esinglardami, mana hozir sizlarga bergan alert promptda plus qo'yib kelgansizlar o'zlari, plus. Ikkita string ma'lumotni bir-biriga qo'shib qo'yapti xolos. Orasida string bor, tushunyapsizlarmi? String ma'lumotini prosta qo'shib qo'yadi. Ya'ni buni qanaqadir matematik amal deb hisoblamaydi bu narsani. Hojiakbar uni matematik amal deb hisoblamaydi. Prosta oldiga qo'yib qo'yadi. Tushunyapsizmi nima bo'lishini? Faqat qo'shishda shunday bo'ladi, eng qizig'i. Ko'paytirish bo'lishda unaqa narsa bo'lmaydi. Umuman qo'shishda bo'ladi. Ayirishda misol uchun 5 ga 5 ta ayirsa nechi chiqadi? Bo'lmi? Ayirish deb shu. Faqat mana shu yerda mana joylar bor, concatenation qiladi. Ya'ni ertaga sizga shunaqa vaziyat bo'lib qolsa borku, sizda hazilakam narsa emas bu yerda. Misol uchun katta-katta bazalarni ma'lumotlarni hisob-kitob qilayotgan vaqtingizda string bilan numberni bir-biriga qo'shib qo'ymang. Hech qachon. Yo'lda kalkulyatsiya bo'ladi, lekin ayniqsa string kelib qolmasin bu yerda sizda. String kelib qolsa nima qilib qo'yadi shunchaki? Bo'lmay qolib qo'yadi. Siz bitta nolda adashsangiz ham ertaga juda katta minus olib qo'yishni bitta dastur orqali, to'g'rimi? O'shaning uchun ham bu narsada ehtiyot bo'lish kerak. 5 ga 5 qo'shib qo'yib 53. Nima qilsak 53. Sababi JSda string ko'rsa concatenation qiladi. Concatenation degan narsa borda. String bilan chiqadi. Farqi yo'q, mana bu kelsa ham shunday. Ikki xil usulni ham ko'rsatyapti-ku. Ayirish masalasi umuman yo'q. Bunday ikkala ayirib bo'ladi. Ko'paytirish, multiplication, mana subtraction, ayirish ekan, subtraction. Subtraction. Addition. Addition qo'shish, subtraction ayirish. 8 dan 5 ta ayiramiz. Xo'p. Chiqaraman. Qaniki? Reference error degan xato chiqyapti bizda. Menimcha esa 8-xatoda. P qolib ketdi, P kommentariyada, chunki ishlamayotgandi kod. Nima deyapti? Plus degan narsani o'zi ham yo'q, bizda addition bor, to'g'rimi? Mana. Ko'ryapsizmi? O'zgaruvchi nomni noto'g'ri chaqiryapman, ishlamayapti. O'zgaruvchi nomni addition qilyapman, subtraction qilyapman. Tushunyapsizmi? Keyingisi ko'paytirish, multiplication. Multiplication. Xo'p, konsollog misol uchun farqi yo'q. Biz konsolda o'zini qo'ysak bo'ladi, yoki o'zgaruvchi orqali. Multi nimadirlar. 8 ko'paytiramiz 5 nechi? Konsollog multiplication deb 40 chiqaraman. Ayirish, bo'lishmi? Division bo'lish. Bu raqam. 8 ga 5 bo'lib bo'lmaydi. 8 ga 2 ni bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Division bo'lish. Division 4. Demak, umumiy hamma narsa bor. Qo'shish, ko'paytirish, ayirish, bo'lish hammasi ishlab beradi bizga, muammosi yo'q. Xohlasangiz konsolni o'zida ishlatib ko'ring shu narsani. Console log qilaman deb 5 ga qo'shaman 5 ni. Console log ichida ham to'g'ridan-to'g'ri qilsak bo'ladi. 5 ga bo'laman 5 ni. Oxirida chiqyapti. Va bu yerda concatenation degan narsa bor. Misol uchun mana bu qo'ysa bo'ladi. Hop. Mana bunaqa bo'lish deb turib, ikki nuqta qo'yib, mana bunaqa obyekt ochib turib, ichida qilib qo'ysa ham bo'ladi bunday qilib. Bo'lish 1. To'g'ri? Bo'lsa 1 chiqar ekan 5 ga 5 ta.
2 nima? Minus. Kalkulatorga qo'ysak ham bo'ladi. Ko'paytirsa 25. To'g'rimi? Qo'shsa 10. Kalkulyator bo'lyapti bu yerda, to'g'rimi? Obyektga olib qolay, JavaScript kodimizni o'sha obyektni ichiga nima qo'shsak bo'lar ekan Bobur? Qo'shsak bo'ladi. Obyekt bilan faqat yo'q. Boshqa narsani qo'yib bo'lmaydi. Endi bu yerda yana bitta masala bor bolalar. Nol bo'lmaydi, bilasizlar bu narsani. Modul degan narsa bor, modul. Qoldiq. Bu shunaqa narsaki modul. Var modul. Buni to'g'rilaymiz. 8 ga mana bunaqa bo'ladi modul. Misol uchun 2 qilsa modul chiqarsam konsol lokka nima chiqadi bolalar? Qoldiq. Nimaga? Yo'q. Birinchisi 0 chiqadi. Nimaga 0? Nimaga 0 chiqyapti? 8 ga 2 ni bo'lganda necha chiqadi? Qoldiq qoladimi? Yo'q. 8 ga 5 deb bo'lgandachi? Chiqolmayman. 3 o'zi. Bu modul shunaqa narsaki 8 ga 5 deb bo'lganda qoldiq qoladimi yo'qmi shuni aniqlab beradi. Shunday desak ham qoldiq yo'q bo'lsa hisoblab beramiz. Misol uchun 2 ga любой sonni 2 ga bo'lganda qoldiq chiqmasa bu demak jo'q son. To'g'rimi? Shunda juda aniqlash oson bo'ladi bizga. Qoldiqni aniqlash kerak bo'ladi. Modul. Jo'q son to'g'risini aniqlashda, pagination qilishda, vaqt hisoblashda kerak bo'ladi deyapti. Daraja. Darajalar. Daraja degan nima degani? Var. Hozir necha chiqadi? 2ning 3-chi darajasi bo'ladimi shunda? 2 ni o'zi 3 marta ko'paytirsa bir-biriga 8. Ishlayapti. Sakkiz ishlayapti. Degiring. Inkrement va dekrement degan operatorlar bor. Bu juda zo'r narsa bolalar. Inkrement degani bir marta oshirib ketish. Misol uchun var nam albatta nam deyapman degan 5 deyapman. Pastga tushaman degan bitta nam plus qilaman. Konsol logda namni tekshirsam necha chiqadi? 20. 6 chiqadi. Namni necha chiqadi hozir? 25. Bittaga boshqadi. Degani tepada qolib ketdi. Necha chiqdi? Bitta qo'shib beryapti shunchaki. Mana bitta namni o'zgaruvchi ochyapman. Var nam 5 ga qiymati 5 ga teng, namni plus qilyapman, to'g'rimi? Yana bitta xuddi shuni pastga qo'ysam necha bo'ladi? Bitta qo'shib qo'yapti, tushunyapsizmi? Bitta. Endi yoniga plus qilsa ham bo'ladimi namni yoniga, oldiga. Bu tomondan. Chap tomon. Demak, inkrement vazifasi qo'shib qo'yish. Bitta qo'shib qo'yadi. Buni teskarisi ham bormi? Nam minus.
Hm? Ha? Bittasi o'g'lagan. Xato bo'ladi. Xato chiqadi. Savol bor. Buni qanaqa holatda sotamiz? Ha? Buni qaysi holatda sotamiz? Zo'r savol. Bu looplarda keladi bu narsa. Looplarda, while'da keladi, for'da keladi. Va o'zini mustaqil ishlasangiz ham bo'ladi. O'sha looplar Tayyor nima bo'lyapti? biz sahifadan qanday qilib ishlasamiz? Dars bilan qanday qilib bemalol chiqamiz? Qanaqa qilganda chiqsa ham bo'ladi. Bunaqa narsa biz sahifadan qanaqa qilib ishlatiladi? Veb-sayt, yo'q qarang, veb-saytda misol uchun bunaqa joylari bor-ku, uzun marketda bilasizmi? Korsikka mahsulot tanlaganingizdan keyin mahsulotga nechta olmoqchisan deydi. Plyus bosganda bitta ko'payadi. Plyus bosganda bitta ko'payadi, bilasizmi? Button keladi. Buttonni siz eshitib turasiz. Edema listini qilib, button bosilganda boyagini qiymati bittaga oshib qolishi kerak. Bundan ham yana bitta ko'payadi. O'sha plyus bo'lib ketadi. Endi mahsulotda nechta olmoqchisan, to'g'rimi? O'sha krossovkadan ikkita kerak menga. O'sha kiyimda ikkita kerak, to'g'rimi? 3 ta, 4 ta, 100 ta kerak. To'g'rimi? Bosayotgan payt ko'payadimi? Bitta-bittaga oshadimi? Count. Tasbehlarda bitta-bitta oshadi, bilasizmi? Juda ko'p joyda ishlatiladi bu narsa. Mas'uliy izlashda demak shundoq bo'lganmi? Albatta foydalansa bo'ladi. Shunaqa logika shunaqa logikasi. X ko'paytiruv belgisi ham bor. 5 x plus 5 chiqadi. X so'zi 6 chiqadi. Xo'p, avvalashlarni hozir shartamiz. Intervyuda ko'p tushadi deyapti. Dekrement 1 ga kamayishi. Minus. Bir vaqtda o'zi ham qo'shish, ham ko'paytirish qilib qo'ysa bo'ladi. 5 ga ikkini qo'shsa bo'lmaydi. Mana shu yerda birinchi ko'paytiruv bajaradi, to'g'rimi? 2 3 6, 6 ga 5 qo'shsa 11. Letdan o'tamiz sizlar. Keyinchalik. Zo'r narsa bor. Plyus teng degani bor. Birdan qo'shib tenglab ketadi. X plus 5 ga oladi. Qarang, misol uchun mana bunaqa narsa bor. Var. Misol uchun boyagi nam bo'lsa yoki nima bo'lsa. X bo'lsa mana. X teng 1 ga. Bitta narsa kelyaptiki, X ni teng plyus. Nechiga? 5 ga. Ketyapti. Konsol blokda X chiqarsam hozir nechi chiqadi? Nechi chiqadi, Diyor? Namni o'chirib turaman. Nam tepadan chiqib ketdi. X ni ko'ryapmiz hozir. X 1 ga teng, tepada X plyus teng yoki X plyus teng yoki teng plyus. O'sha plyus teng. Plyus misol uchun 5 chiqadi. 6 chiqadi. Ko'rib qo'ying. Biz qarang, masalan, X o'rniga 1 deb qo'yamiz, ham 1 teng 6 ga bo'lib qolamiz. Nesi qo'ysakchi? Manfiy masalan hajat Xullas, bunaqada bu nima uchun kerak yoki bu shunaqa narsaki, bitta narsa operator bajarayotganda birdan qo'shib o'zgaruvchiga tenglab ketadi. Bir marta qo'shib shuni tenglab qo'yadi birdaniga. Tushunyapsizmi? Bundan qo'shsa o'zini tushunish kerak. Tenglab qo'yish degani o'sha o'zgaruvchiga saqlab qo'yish degani-da, men aytgandek. Ikkita o'qimga tenglashtirgan, birinchisi 15 soat. Natijasi Buni praktika qilayotganda yana ham ko'proq nima qilamiz? Bo'lgan masala. Xo'p,
Mana bular ko'rdingmi hammasini? Teng ularni ko'ramiz. Operatorlar. Bularni ko'ramiz. Bularning ahamiyatiga amallar. Oxirida tenglik bilan. Yo, buni qarang shunday. Misol uchun bitta o'zgaruvchi bor, to'g'rimi? Varda x degan o'zgaruvchi bor. Bu o'zgaruvchi nomi, to'g'rimi? Bitta o'zgaruvchi просто bor deb qabul qiling. Tepada saqlab qo'ydim. X. Endi men mana buni o'chirib tashlayman. Kommentariyada tursin. Bitta o'zgaruvchi tepada e'lon qilib qo'ydim. Endi x ni tenglab qo'shib tenglab qo'yapman 5 ga. Bu deganim x ni o'sha o'zgaruvchiga shunchaki tenglab qo'yapman degani. Qiymati 5 ga teng hozir. Misol nechaga teng bo'ladi? 5 ga teng bo'ladi. Xuddi shuni olib turib boshqa qiymat tenglab qo'ysam, hozir nechaga teng bo'lib qoladi endi bu? Yo'qni qiymat men ham qiymatni o'zlashtirib tenglab qo'yapman bunday aytganda. Hozir x-ni 2 ga tenglashtirsa javob 12 chiqadi. Yo'q, siz 8 chiqadi. tushunmayapsiz. 2 qilsam hozir nechi chiqadi? Yo'q. Nariyoqdagi balanddagi x-da 6 ga 2 ni qo'shadi. Просто o'ziga mana uni naq qo'yapti, просто tenglab qo'yapti. X ni qiymatini 2 ga teng qo'yapti. X ni qiymati 6 ga teng qilyapti shunchaki. X ni qiymat o'zlashtirib olish bunday aytganda. Qiymatga boshqa qo'shib qiymat Yo'q, qo'shmayapti, shunchaki tenglab qo'yapti. X ga o'zgaruvchi yangi qiymat qabul qilyapti bo'ldi, shunday. So'rayotganda x ga qiymat beryaptimi? Beryapti, qiymat beryapti shunday aytgan. Oddiy qiymat berib qo'yapti. Misol men kelyapman. Stakan bo'sh. Olyapmanda kola olyapman. Stakan kolani qiymati qabul qilyapti. Kola bo'ldi. Ichib bo'ldimdan keyin yana borib Fanta olyapman, to'g'rimi? O'zi aslida bu stakan, bu o'zgaruvchi deylik. Tasavvur qiling, o'zgaruvchi. O'zgaruvchiga borib nimani olsam shuni qabul qilyapti bo'ldi. Tushunyapsizmi? Tepada men stakanni buni aytganda e'lon qilib men o'zim o'zgaruvchiman, tepada e'lon qilib qo'yganman. Qayerga borib nimani olsam stakan shunga to'ladi. Stakan shuni qabul qiladi. Kolani ichsam kolani qabul qiladi, Fanta ichsam Fantani qabul qiladi. Lekin o'zgaruvchi bu yerda nima? Stakan. Tushunyapsiz? Oddiy narsa bu. Bu yana boshda varni x deb x teng deb qiymat beradi. Shuning uchun qo'shib qo'yamiz. Mass functionlar bor. Arifmetik amallar mana shundan iborat asosan. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish hammalarda ham kerak bo'ladi. Siz o'zgaruvchiga o'zi bilan ham yoki alohida bu yoqda konsoldan ham bemalol qo'shish hamma amalni bajarsangiz bo'ladi. Inkrement, dekrement degan narsalar bor. Bittasi qo'shib qo'yadi, bittasi ayirib qo'yadi. Bo'ldi. Mana bu inkrement. Bu nima narsa? Dekrement. Bular hammasi arifmetik amallar hammasi, to'g'rimi? Umumiy hammasi. Amal, arifmetik amallar. Tushunarli? Endi hozir ko'radigan narsamiz sizlar bilan nima? Mass functionlar. Endi tushundiraman. Mass functions. Eshitamiz. Bobur, yopamiz telefon kompyuter hammasini. Qo'lingizni nima bo'lar? JavaScriptda mass functionlar nima uchun kerak? Mass obyektlar, funksiyalar. Mass obyektlarning asosiy vazifasi matematik amallarni osonlik va tezlik bilan bajarish. Tushuntira oldimmi? Mass funksiyani vazifasi JavaScriptda matematik amallarni osonlik bilan va tezlik bilan bajarish uchun kerak. Mass funksiyasida tayyor, oldindan yozib qo'yilgan tayyor matematik amallar bor. Misol uchun, Excel dasturida avtosumma degan narsa bor, bilasizmi? U nima u? Excel dasturining ichida oldindan yozib qo'yilgan bitta funksiya, to'g'rimi? Biz o'sha funksiyani shunday tortib ishlasak, bizga nima qilib beradi u? Qo'shib beradi, hisoblab beradi, to'g'rimi? Mass function ham xuddi shunaqa narsa. JavaScript ichida shunaqa matematik amalni bajaramiz, to'g'rimi?
Lekin mass functionlar bizga shunaqa tayyor nima qilib beradi bizga? Hisoblab, qo'shib, ayirib nima qilib beradi. Tayyor metodika, tayyor funksiyalar, tushunyapsizmi? Tayyor. Built in deydi-ku, oldindan tayyorlab qo'yilgan degan bu degani. Misol uchun mass abs deyapti. Mass abs berilgan sonni mutlaq qiymatini qaytaradi. Ya'ni manfiy sonni musbatga aylantiradi deyapmiz. Любой bitta manfiy son kelib qolsa, u musbat bo'lib ketadi. Tushunyapsizmi? Minus sonni musbat songa aylantirib yuboradi. Agar shuni matematikada qanday qilsa bo'ladi? Matematikada manfiy sonni musbat songa aylantirish qanday bo'ladi? manfiy sonni ko'paytirsam Musbat son eng kamida minus 1 ko'paytirib qo'yish kerak, to'g'rimi? Eng kamida. O'shanda musbatga aylantiradi. Ya'ni matematikada bu narsani bosh qotirish kerak, ishlash kerak, uni ko'paytirish. Ya'ni mass abs degan bitta funksiya shuncha sizga matematik amalda bajaradigan anaqa beryapti. Logikani bajarib beryapti. To'g'rimi? Minusni plyusga aylantirib beryapti sizga. Любой son yozing, sizga minus son bo'lsa plyusga aylantirib beradi. Minus 40.800 bo'lsa ham buni plyusga aylantirib beradi. Tushunyapsizmi? Mass abs xuddi shu narsa o'zi tayyor. Minus 5 ga chiqadi deyapti, misol uchun. Hop. Mass abs konsolda ko'rishimiz kerak, to'g'rimi? Bu funksiyaga konsol log bittasini ko'ramiz. 5 chiqadi, to'g'rimi? Ichidagi minus 5 son bor. Lekin buni o'zgaruvchiga qilsak ham bo'ladi. Misol var minus number deb qo'yib, mana bu yerga minus 5 yoki minus 100 yozib qo'yib, mana bu yerga nima beraman? Minus numberga o'zgaruvchini beraman, to'g'rimi? Bersam 100 chiqarib beryapti. Chunki bu yerda minusida plyus bo'lsa-chi shu, minus bo'lmasa. To'g'ri, muammo yo'q. Agar minus bo'lib qolsa, uni ham plyusga aylantirib beradi. Tushunyapsizmi? Minus bo'lib qolsa. Bu mass abs. Bu mass abs edi. Manfiy sonni musbat songa aylantirib beradi. Tushunyapsizmi? Keyingisi mass sale degani bor. Mass. Mana bu boshlanishi bolalar. Bu obyekt, bu oldindan yozib qo'yilgan narsa. Bu mass degani, mass. Mass degani oldindan bor JavaScript ichida. Endi nuqta qilishim bilan birga hamma nimalarni kelib chiqadi bu yerda. Yo'q, funksiyalar, metodikalar chiqib keladi. O'sha mass bu bitta kalit so'z. Mass bitta kalit so'z. Kalit so'zning ichida nimalari bor? Metodikalari bor. Biz xohlagan, misol uchun abs nima qilib berar ekan? Musbat sonni manfiy sonni musbatga aylantirib beradi, to'g'rimi? Misol uchun mass sale degani bor. Bu taqqos bilan qilish. Nima deydi? Massa. Yo'q. Nimaga aylantirib oladi sonni? Hop. Misol uchun max degani bor. Eng array ichida raqamlar bor. 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 ta raqam bor. O'sha 100 taning ichida eng kattasini chiqarib beradi. Ha. Minimumchi? Eng maynasi chiqarib beradi. Tushunyapsizmi? Demak bu bor. Har xil bor deb o'ylayman. Xullas, mass nima ekan? Mass bu yerda. Kalit so'z, funksiya, metodika, obyekt. Shunaqa narsa bu. Demak biz mass orqali o'zimizga kerakli bo'lgan matematik amallarni bajarsak bo'ladi. Mass nuqta ikkinchisi nimasini ham ko'ramiz. Ikkinchisiga sale. Berilgan sonni yuqori, ya'ni eng butun sonni yaxlitlash aytgancha, yaxlitlash. Son yaxlitlash bilasizlarmi? Yaxlitlash sonni. Misol uchun mass sale degani teskarisiga hozir mass sale ko'rib chiqamiz, eng sonni yuqorisiga chiqadi. Misol uchun mass sale ko'ramiz ekan, mass sale ichiga yozaman. 4.5 chiqsam. Yaxlitlash degani nima degan son yaxlitlash? O'ziga yaqin songa hozir 4.5 chiqsa necha chiqadi hozir? 5 chiqaradi. 5 chiqaradimi Alekbar? Nimaga 5 chiqaradi? Chunki Hojakman. 4 dan katta, 4 dan 5 dan past bo'lsa 4 chiqadi.
Çünkü hozir 5 ga yaqin. Xo'p, 4,1 qilsamchi? Ha? Bobur? 4 dedim. Hozir? To'rtga yaqin. O'ylayapman. Çocuk aşağıdan sınavda kaç soru koyuyorlar. Bu kadar şey var. Öyle. Varsa var olmuş ya. Mayda var. Murakkab shekillarda o'tlayapti. Üçte ödemeli. Çünkü bayağı yansın. O'qiyotgan paytingda o'qigandim. Yo, tushundingizmi mana bu? Nimaga massa el degani? Chunki mana bu yerda nima deyapti? Basma. Berilgan son yuqoriga, ya'ni eng katta butuniga yaxtlaydi. Tepaga yaxın. Tepaga yaxtlaydi, tepaga. Mass floor degani bor, mass floor. Past. Bu nasıl nasıl? Endi mass floorni misol uchun mass floor qilsam, endi chiqadi ikkinchisida 4 4,5 qilsamchi? 4 çıkar. Nimaga 4 chiqadi? 5 chiqadi. Haqiqatan. Tushundingiz, ha? Shuni 4,5 bo'lsa, bunda 4,1 bo'lsa ham floor degani pastga, cell degani tepaga yaxtlaydi sonni. Sonni tepaga yaxtlash, sonni pastga yaxtlash. Buni o'zini oddiy yaxtlash ham bor. Mass round degani bor, oddiy yaxtlaydi. Mass round. Yani bu 4,1 bo'lsa 4 chiqadi, 4,5 bo'lsa Shu masalan o'g'ilxonni o'rtasida chiqadi. Yok. Nuqtadan keyin hozir bitta son qo'yiladi. 3 o'rta bo'lsa. O'sha masalan 1dan 10gacha yaxshilash kerak bo'lsa. 1dan 10 o'rtasi. Ikki sonlarni yaxlashmi? Masalan, hozir 4 bo'lsa 1ga yaxshilab ketish kerak bo'ladi-ku. Nima degan? Hozir bu 4,1 qilyapsiz siz. 4 bilan 5 ta o'rtasida yaxshilayapti. Hop. Endi o'sha masalan 1 bilan 10 da o'rtasida yaxshilash kerak bo'lsa nima bo'ladi? Shuni yaxlashim bormi o'zi matematikada? Yaxshilanib ketyapsiz. Qaraysan. Uni bo'lsa siz ichiga qatirmoqda yozib ketaverasiz. Hozir ikkita son yozib beraylik, misol uchun. Nima deyapmiz? Nima yozish kerak? Yo'ldan keyinmi? Evet. 0,5, 10,2 shunaqami? Misol uchun. 2 30,5 mi? Bittasi. Xo'p, qarang, unda boshqacha metodika bilan, u boshqacha funksiyasi. Tushundim. Aytyapsizki, taxminan hozir 1dan 10 gacha sonlar orasidagi yaxlashlayapmiz, to'g'rimi? Unda shart berib ishlamadi. Unga for kerak. Aylanib chiqib keyin yaxlashsin. 5 minutda qo'yiladi. Shart berib. Nuqtadan keyin 5 da o'zi. Hop. Masalan 5 o'rtasida son qo'yishdi. Kattaroq. Hozir 10dan 5 bo'lyapti-da, shuni 100 dan 50 qilsa masalan 50 milligram. Qayerga? Amerikami? 5 dan orqasi. 500 qilaydimi? Yo'q, notebook bo'lmaydi, do'llik ketmaydi. Masalan, bir qo'yib 50 51 qo'yilgan. Ha, 51 mi? Ha. 500 mi? Foydasi yo'q. Max degan bor. Nima chiqaradi bu? Eng kattasini. Max degani eng kattasini. Nima chiqadi hozir? 5. Ham yerda o'rtada 40 kelib qolsa-chi? 20 kelib qolsa-chi? 40 chiqadi, to'g'rimi? Teskarisi mass min degani bor. 1 chiqadi. Ko'ryapsanmi? Eng kattasi, eng kichkinasi. Mass min, mass max. Mass pol degani bor. X ning y darajasini qaytaradi deyapmiz. 8 mi? Nimaga bunday deyapti? Yo'q, birinchi songa ikkinchi songa ko'paydi. Y darajasi. Y darajani degan aytadi. Birinchi son 2 ning 3-darajasi bo'lyapti shunda. 2 ga 5 qilsamchi? 5 darajasi. 5-darajasi bo'ladi. U necha bo'ladi? 32 bo'ladi.
Ko'ryapsizmi? Xuddi shu narsani sizga uni kalkulyatorda qilguncha ancha vaqt ketib qoladi. Lekin sizga oddiy bitta funksiya shu narsani qilib beryapti sizga, darajasini aniqlab beryapti. Yoki oddiy o'zgaruvchini mana bunday qilsa bo'larmidi? Bitta mana bunday qilib shunaqa qilsa bo'larmidi? Ha? Nega tushunmaysiz? Sistem olmaysiz. Berilgan sonni kvadrat ilchini qaytaring deyapti. Kvadrat ilchisi nima degani? Hozir 16 bo'lsa nechi chiqadi? Nimaga 4 chiqyapti? 16 qo'ysam alakbar. Nechiga ko'paytirsa uni Endi to'xtang. 25 qo'ysam nechi chiqadi alakbar qolganlar? 25 qo'ysam. Nechi chiqadi? Nimaga? 81 Yo'q, mayli. Bu 36 bo'lsin, nimaga? 2,5? 36. 6 chiqadimi? Nimaga 6 chiqyapti? nechiga ko'paytirsa 36 chiqadi deyapti. 30 yozsa bo'lmaymi yerga 30? Nimaga bo'lmaydi? Yo'q, chunki 30dan chiqmasligi mumkin. Bir-biriga qaysi sonni bir-biriga ko'paytirsa 30 chiqadi deyapti. O'ttiz oltiga 6 chiqyapti mana. Bu yoqni o'chiraman deb mana. 36 ga 6 chiqyapti. 25 yozsam ne chiqadi? 5 chiqyapti. Kvadrat ildiz degan narsa. Random. Tasodifiy sonlar. ID degan narsa bor. ID konsullar. Bu random shunaqa narsaki random degan narsa borki, randomli sonlar chiqadi, xohlagan raqam. Misol uchun mana bunaqa raqam chiqibdi, ko'raman. Bitta refresh qilsam o'zgaradi raqam. O'zgaryaptimi, o'zgarmayapti? Bosh 9 da oxirgi 78 o'zgaradi. 76 bo'ldi ikkinchisi. Nega raqam o'zgaradi? Bu takrorlanmas ID qanaqadir raqamlar chiqaverasiz, random. Bu ham kerak bo'ladi, ID o'ynab beradi. Nechiga son ko'paytirish? Misol uchun qilsam nima bo'ladi? Juda zo'r savol beryapti lekin. Qism nima bo'ladi hozir? Ha, yo'q, endi mana bu uzun raqam bo'ladimi, ikkitaga son chiqadimi degan savolim bor. 0 butun deyapti, shuni oldinga 0 butun deb ichiga son qo'ydik. 0 dan keyin ikkita son keladi. Xo'p, mazmundimda 2. Xo'p. Fixed degan narsa bor. Hisob qo'ysak. Randomdagi qonlarni son qo'ysak. 5 qilsam nechta? Endi buni string emas endi. Number bo'lib qo'yish kerak. Chunki hozir mana bu qanaqa ma'lumot turiga kiradi? Qanaqa ma'lumot turi? Number? Ishonasizmi? Type of tekshirsa bo'ladimi shuni? Hozir number chiqadimi, string chiqadi mana bu. String nima edi? Qo'shtirnoq qo'ya olmaydi. Fixed bo'lgancha string ham ketyapti. O'sha payti mana buni o'rab qo'yishimiz kerak nimaga? Numberga. Promptdan ma'lumot qabul qilsang, var number desam, misol uchun yoshini so'raydi promptdan. Yoshingiz nechida deb, yoshingiz nechida deb, to'g'rimi? Console blokka number chiqarsam,
Va buni men birdan type of'ini tekshirib olsam, nima chiqadi hozir? Hm? Number kiritadimi? Nechi kiritadi bu? 45 kiritsam, nima bo'ladi hozir? String chiqadi. Nimaga? Promptdan keladigan qiymat string bo'lib qaytadi. Uni nima qilib qo'yish kerak? Xohlasak boyagi buni qilib olishimiz kerak. Number degan narsaga o'rab qo'yishimiz kerak. Bu number bo'ladi undan keyin. Number bo'lyapti yoki bo'lmasa oson varianti ham bor. Ikkinchi varianti buni oldiga plus qo'yib qo'yish. Bu ham number qaytadi. Ya'ni sizlarga bitta ogohlantiryapmanki, ba'zida funksiyalarda, metodikalarda sizga kelayotgan qiymat string emas, number emas, string bo'lib qolishi mumkin. O'sha payt siz type of orqali nima qilishingiz kerak? Tekshirib olishingiz kerak. Chunki boyagidek muammo bo'lib qolishi mumkin-da. Stringga qo'shib qo'yish mumkin. Stringga numberni qo'shib qo'yish mumkin. To'g'rimi? Shunday holat bo'lmasligi mumkinmi ham? Qo'shib qo'yish mumkin promptdan keladigan ma'lumot. Misol yoshingiz kiriting deganda tekshiradi yoki nimadir qo'shib qo'yish mumkin yoki siz prompt orqali kalkulyator qilmoqchi bo'lsangiz 5 ga 5 ni qo'sh desa 55 chiqib keladi. Prompt orqali ham kalkulyator qilishni ko'ramiz ham. If els'da prompt va alert yoki prompt va konsolda nima qilsa bo'ladimi? Kalkulyator qilsa bo'ladimi? Kalkulyator qanday? Ko'rdim, unchalik tushunmadim. Dasturlashda umuman eskidan beri eng bitta algoritm bor, kalkulyator qilish. To'g'rimi? Kalkulyator qilish. Ko'ramiz kalkulyator qilishni vaqtimiz qolsa. Xo'p, tushunarlimi? Manzillar tushunarlimi? Tayinli P deganlar bor.